Barchaga assalomu alaykum, hurmatli vatandoshlar. Mana o'zlaringiz ko'rib turganlaringizdek, bugun yana Safo Marva ofisidamiz. Xudo bugun yana 14 kunlik umra ziyoratiga boraman degan, xudo aka-uka, opa-singillarimizga, ota-onalarimizga to'liqroq, yaqindan batafsil tanishtiramiz. Bizga yordam beradi Muhammad Sodiq akam, ushbu Safo Marva ofisida ish boshqaruvchi menejerlardan. Assalomu alaykum. Assalomu alaykum aka. Aka, yurtdoshlarimiz bilan ham bir salom alaykum qo'ying endi. Assalomu alaykum. Azizlar, yaxshimisizlar? Ahvollar yaxshimi? Aka, o'zingiz qandaysiz? Salomatmisiz? Alhamdulillah. Ana xudo xolasa yanvar oyi ham yakunlanib qolyapti. Endi bag'i fevral oyi, keyin Ramazon oylari boshlanadi aka. Xo'p, bu Ramazon oylariga ham narx-navolar aniq bo'lgan bo'lsa, bugun bir to'liq ma'lumotlarni olsayda, keyin qaysi viloyatdan reyslar bor, nimalar beriladi firma tomonidan, xo'p, va reyslarimiz qachongaligini batafsil berib ketaverasiz. Lekin aka, boshidan birinchi savolim shuki, mana birinchi marta borayotganlarga nima dokumentlar kerak bo'ladi aka? Albatta bizga azizlarimiz o'z joylarini band qilishimizga bitta zagonar pasport kifoya qiladi inshaalloh. Bizga taqdim qilsa va qolgan narsani inshaalloh Safomar va xodimlari o'zi inshaalloh oxiriga yetkazishadi inshaalloh. Xo'p, aka, kommentariyada yozilgan endi fikrlarni ham aytib ketaman, savollarni. Hozirgi kunda ayollar ham, erkaklar ham ravzaga olib kirilyaptimi? Albatta aka, inshaalloh har bir hojilarimizni inshaalloh ravzaga xudo xolasa olib kelyapmiz, ayollarni ham, erkaklarni ham inshaalloh olib kirilyapti. Xo'p, hurmatli vatandoshlar, xudo xolasa ekrandagi nomerlarga telefon qilib batafsil ma'lumotni yana ham operatorimizdan olaverasiz. Endi Muhammad Sodiq aka, hop, mana hozir kunlik dori-darmon ichib yurganlar bor. Aka, aravada yurganlar bor. Bag'i xudo xolasa 14 kunlik umra ziyoratiga chiqadigan bo'lsa, u dori-darmonni o'z bilan birga olsa bo'ladimi? Albatta aka, albatta har bir hoji masalan o'zi iste'mol qiladigan dori-darmonlar bo'lsa, muammo yo'q inshaalloh, bagajlarga sovoradi inshaalloh, ketaveradi xudo xolasa. Xo'p, endi aka, qachondan reyslarimiz bor, qaysi viloyatdan, qaysi chizlovlarga? Reyslarimiz inshaalloh biz haftasini aytib o'tamiz. Masalan, inshaalloh mana Samarqanddan inshaalloh haftada bitta reysimiz bor, Toshkentdan ikkita reysimiz bor, Andijondan inshaalloh 3 ta reysimiz bor. Va Namangandan inshaalloh bitta reysimiz bor. Azizlar, masalan, sizlarga qaysi bir masalan Samarqand, Toshkent, ila Andijon, ila Namangan ma'qul kelsa inshaalloh biz nomerlarimizni qoldiramiz. Inshaalloh bemalol telefon qilsanglar to'liqroq ma'lumot beradi inshaalloh. Ekrandagi nomerga telefon qilsangiz, operatorimiz bilan bog'lanasiz. Endi qarang aka, Toshkentdan misol uchun siz qaysi kunga uchmoqchisiz, o'sha kunga reys bo'lsa, bo'ldi, o'sha kunni belgilaysiz, xudosi uchib ketaverasiz. Endi Muhammad Sodiq aka kommentariyada yana yozishyaptiki, qaysi kunga borib ketamiz, necha kilo bagaj, sumka, undan tashqari ashi standart paketga to'lanadigan summadan tashqari yana necha pul olib olishimiz kerak degan savol kelyapti. Albatta, inshaalloh kilosi xudo xolasa, masalan, ketadigan kunni operatorimiz bilan to'liq ma'lumot beradi. Bagajlarga keladigan bo'lsa, yuklariga agar bagaji 15 kilo bo'ladi, ruchnoy 10 kilo bo'ladi. Общий 25 kilo bo'ladi har bir hojimiz uchun. Xo'p, endi aka, mana hozir video davomida baribir narxini ham aytmasak bo'lmaydi. Albatta. Xo'p, u nashi paketdan tashqari yana necha pul masol uchun endi o'zini yonida olgani yaxshi? Endi albatta bizni shartnomamizga ko'ra bizga to'lov qilib bo'lgandan keyin inshaalloh azizlar firma tomonidan boshqa hech qanaqa sizlarga anaqa pul so'ralmaydi. Agar Qizil dengizga borganda, albatta firmamiz Qizil dengizga olib boradi. Qizil dengizga borganda kemaga tushib, masalan, dengizda sayohat qilaman desangiz, unda pul to'lov qilasiz. Xo'p. Agar boshqa sayohat ziyoratlarga inshaalloh pul to'lanmaydi azizlar. Endi o'zingizlar oila a'zolaringiz uchun, masalan, farzandlaringiz uchun masalan sovg'a salom olsangiz, unda yoningizdan albatta o'zingiz xarajat qilasiz. Xo'p, endi Muhammad Sodiq aka, hozir to'liqroq ma'lumot bermadingiz. Ya'ni nimaga? Paketdan tashqari $300 ol yoki $200 ol. Agar sovg'a salom olib kelmasang, 1 so'm olmay qo'yaversang ham bo'laveradi demadingiz. Xuddi shunday bo'ladi. Masalan, xudo xolasa sayohat, ziyoratlar hamma narsa firmaning hisobidan bo'ladi. Lekin masalan sovg'a salomlar qarindosh urug'iga yo farzandlariga olsangiz pul kerak bo'ladi. Agar olmasangiz inshaalloh pul kerak emas inshaalloh, muammo yo'q. Endi Muhammad Sodiq aka, qarang, mana ko'pchilikda hozir narx-navolar har xil ketyapti. Ya'ni, hop, o'sha 14 kunlik hozir bizniki standart paket. Albatta. Necha kun Madinada, necha kun Makka mukarramada? Hozirgi kunda inshaalloh Toshkent reyslarimiz inshaalloh 14 kunlik bo'ladi. Vodiy reyslarimiz 13 kun bo'ladi. Vodiy reysi keladigan bo'lsak, masalan, 2 kun Madina-i Munavvarada bo'ladi inshaalloh, 11 kun Makka da bo'ladi.
Gastinisalar keladigan bo'lsak, Hop, Madina masofasi. Munavvarada gastinisamizning haramga yaqinligi 300 metr bo'ladi inshaalloh. Aha. Makkada Xudo xolasa 2 kilometr bo'ladi. Ibrohim Halil ko'chasida bo'ladi inshaalloh azizlar. Bizning ikkita gastinisamiz bor, ikkita gastinisa bilan shartnomamiz bor inshaalloh. Al Jabri degan gastinisa bilan Sunod degan gastinisamiz bor inshaalloh. Ikkalasini ham inshaalloh shu haramga yaqinligi 2 kilometr bo'ladi Xudo xolasa. Ikkalasini bir-biriga yaqinligi 200 metr bo'ladi. Ana. Shu Ibrohim Halil ko'chasida bitta mahallada bo'ladi Xudo xolasa. Hurmatli vatandoshlar, Safo Marva orqali qarindosh urug'ingiz yoki o'zingiz borib kelgan bo'lsangiz ham kommentariyada yozib keting o'zingizni fikr, mulohazangizni, ya'ni ijobiy yoki salbiy, unisini farqi yo'q. Chunki marva ko'rayotgan odam ham o'shanga qarab yana harakatini qiladi. Albatta Safo Marva o'z litsenziyalariga ega qonuniy firmalardan anchadan beri ishlab kelishadi Xudo xolasa va reyslari ham premyer reyslarda amalga oshadi. Xo'p, ana endi Muhammad Sodiq aka, hozir bo'lyapti 12 ta viloyatga ketadigan viloyatdan reyslar Samarqanddan, Toshkentdan, Vodiyga kelsak, Andijondan, Namangandan, 4 ta viloyatdan reyslar bor. Albatta. Endi bu 12 ta viloyatga bundan tashqari qo'shni respublika Qirg'iziston, Tojikistondan ham boraman desa, va shu o'zimizning o'zbekistonliklar bilan birga ketsa bo'ladimi? Narx-navosi qanaqa bo'ladi? Albatta inshaalloh. Qaysi biri ma'qul bo'lsa, Andijon, Toshkent, Namangan, Samarqand inshaalloh narx-navosi anaqa bo'lmaydi, qo'shilmaydi, ayrilmaydi. El qatori bo'ladi inshaalloh. Muammo yo'q, xudo xolasa. O'zbekistonga ham, boshqa respublikalarga ham bir xil. Albatta inshaalloh. Xo'p, endi aka qarang, shu obunachilardan kuttirmaylik, narx-navo hozirgi kunda mana o'zi asli internetdagi savolim qolib ketdi. Kimdadir mana yozib qo'yishyapti, $690, $750dan, $900dan narx-navo yozib qo'yib. Ulardagi qanaqa aka? Mana hozir telefon qilib, bugun mana ulgib qolsangiz ketib oldingiz degan narxmi yo pastdan shunaqa narx bormi? Chunki mana boraman deganlar hammadan surishtirib telefon qiladi, to'g'risida. Kimda arzon bo'lsa, kimda qanaqa bo'lsa shuni surishtirasiz. Sizning fikringiz qanaqa bunga? Albatta endi azizlar biz birovni bilmaymiz, to'g'risi qanaqa paket. Bizni haqqimiz ham yo'q birovning nomidan, lekin ba'zida shunaqa holatlar bo'ladiki, bitta, ikkita yo uchta qanaqadir joylar soni ochilib qoladi. Hop. Masalan, ketayotgan odam kasal bo'lib qoladi, kimdir yo nimadir bo'ladi, shuning uchun joylar ochilib qoladi. Shunaqa holatlarda azizlar zarariga ham beradi odam. Tushunarli. Значит, u hali pastdan emas, bir xil holatda bo'lmaydi. Albatta. Shu qisqa muddat ichiga xolos. Albatta, o'zi azizlar, o'zi masalan mana biz olayotgan reyslarimiz masalan $550 bilet bo'lsa, vizalarimiz $110 bilan $125gacha olinadi. Bu deganda o'zi salkam $700 ga borib qolyapti o'zi viza bilan biletni o'zi. Gastinisalar anada nima oziq-ovqatlardan tashqari, xuddi shunday aka. Tushunarli, hurmatli vatandoshlar, o'shaning uchun oqtarib, qonuniy, ishonarli firmadan borganingiz yaxshi. Endi birinchi o'zi borishni o'zi ham oson bo'lmayapti. Birinchi marta borganda, do'g'risi ishonarlisida borganingiz yaxshi. Xo'p, narx-navo nech pul aka? Mana Safo Marvada hozirgi kunda mana ertaga ketaman deganlarga. Mana hozirgi kunda inshaalloh Toshkent, masalan, Andijon, Namangan, Samarqand reyslarimiz $1100. Hop. Masalan, Vodiydan mana 29 reysimiz bor. Andijondan inshaalloh masalan imkon qadar yo'l yo'rig'ida qilib beramiz. Imkon qadar yo'l yo'rig'ida qilib beramiz inshaalloh. Telefon qilinglar azizlar, operatorlarimiz nomlarini qoldiramiz inshaalloh. Masalan, Ramazon, masalan, fevral boshlariga ham $1100 hisoblayveramiz. Ya'ni imkon qadar Xudo xolasa narx-navoni tushirib beramiz inshaalloh. Muammo yo'q azizlar. Masalan, mana Ramazon oyida boshlariga Xudo xolasa $1200, Ramazonda oxirgi kunlariga inshaalloh $1500 inshaalloh narx-navolarimiz chiqqan. Xo'p, Safo Marva o'z litsenziyalariga ega shu qonuniy firmalardan va reyslari ham premyer reyslarda olib boriladi Xudo xolasa. Aka, 50 boshi xizmatlarini ham bir qator aytib ketganingiz yaxshi. Malakalari qanaqa? Albatta, inshaalloh biz hamma eli boshlarimiz inshaalloh ahli ilm, Xudo xolasa, muammo yo'q azizlar. Biz hozirgi kunda 20 dan ortiq eli boshimiz bor, Xudo xolasa. 13 kun, 14 kun davomida inshaalloh hojilarimiz bilan birga bo'ladi inshaalloh eli boshlar azizlar. Bilmaganni bemalol xijolat olmasdan so'rashaveradi. Albatta inshaalloh. Xo'p, hurmatli vatandoshlar, boraman deb niyat turganlarga Xudo xolasa Allohim yo'llarini ochsin, avvalo hammamizni chaqirsin. Xo'p, boraman desa Xudo xolasa bitta olib qaraganda hech qancha, misol uchun 1100 dedingizmi hozir? Xuddi shunday. Agar ko'pchilik bo'lib borsa, sal narxini ham arzon qilib berasizmi? Albatta inshaalloh imkon qadar azizlar yo'l yo'rig'ida qilib beramiz Xudo xolasa. Mana hurmatli vatandoshlar, albatta ushbu videoroligimizga befarq bo'lmasdan, qarindosh urug', mahalla-ko'y, sinfdoshlarga podilsaq qo'ying, chunki boraman deb ikkilanib turgan akalarimizga mana Xudo xolasa Safo Marva o'z litsenziyalariga ega qonuniy firmalardan
haligi nima desam ekan, haligi qo'shningizga aytsangiz ham uyalib qoladigan firmalardan emas. O'shaning uchun agar sizga 14 kunlik umra narxlari qiziq bo'lsa, kanalimizga obuna bo'lib qo'ying. Kunlik narxlarni bilib borasiz xudo xolasa va albatta like bosib, kommentariyada ham o'z fikringizni qoldirsangiz yaxshi bo'lardi. Xo'p, Muhammad Sodiq aka, endi yurtdoshlarimizga bir oxirgi so'zlaringiz bo'lsa. Azizlar, xudo xolasa, Safo Marva doim sizlarning xizmatinglarda kelinglar. Xudo xolasa ota-onalarni, azizlar, opa-singillarni umra safariga jo'natinglar. Biz ham inshaalloh qo'limizdan kelgancha o'z hissamizni qo'shaylik. Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh. Salomat bo'linglar.